Viloyatimizning go'zal va betakror go'shalaridan biri Boysun shu kunlarda yana bir katta bayram ostonasida. Dunyo e'tiborini o'ziga tortayotgan xalqaro folklor festivaliga tayyorgarlik ishlari jadal sur'atlarda davom etmoqda. Dastlabki lavhamiz shu haqida. Boysun bahori turizm majmuasida hududlar kesimida tashkil etilayotgan qo'rg'onlar milliy uslubda bezatilib, har bir hudud o'zining betakror madaniy qiyofasini namoyon etishga kirishgan. Ushbu tayyorgarlik jarayonlari bilan tanishish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining o'rinbosari, Oila va xotin-qizlar qo'mitasi raisi Zulayho Mahkamova Boysun tumanida bo'ldi. Ayni paytda Boysun bahori turizm majmuasida qizg'in tayyorgarlik jarayonlari ketmoqda. Har bir hudud o'z milliy an'analari, urf-odatlari va betakror madaniy merosini namoyon etishga astoydil kirishgan. Qo'rg'onlar bezatilib, sahna ko'rinishlari tayyorlanyapti. Har yili mana shu Boysunning hunarmandlari o'sha Boysun bahori festivali uchun o'zlarini qo'l mehnatlari bilan rekordlarni yangilashadi. O'tgan yili mana o'sha kashtachilik bo'yicha kashta eng katta so'zana kashta tikilgan bo'lsa, eng katta gilam to'qilgan bo'lsa, bu yil o'sha quroq so'zana bilan bugun o'sha Boysunning hunarmandlari Boysun bahori festivalida ishtirok etishmoqchi. Undan tashqari o'sha Boysunning do'ppisini shakli tushirilgan gilam ham bugun hunarmandlarimiz tomonidan tikib tayyorlanib, Boysun bahori festivaliga kelgan turistlarga, umuman Boysun tumanining mehmonlariga ko'rsatish uchun tayyorlab qo'yishdi. Qadimiy an'analar va zamonaviy yondashuv uyg'unlashgan Boysun bahori xalqaro folklor festivali bu yil ham nafaqat yurtimiz, balki xalqaro maydonda katta qiziqish uyg'otishi shubhasiz. Boysun esa yana bir bor madaniyat va san'at markaziga aylanmoqda.